Salom do'stlar. Nima gap? Ishlar yaxshimi? Do'stlar, bugungi videoda biz mana bunday kommentariyaga yozishdi, serverga kirishdaman degan videoda kommentariyaga yozishdi. Mana bunday Minecraftni topisha olmayotgan ekan. Shuning uchun bugungi videoda shuni topishni o'rganamiz. Video juda qisqaroq bo'ladi. Shuning uchun yaxshiroq joylashib oling, biz boshladik. Birinchi o'rinda hamma bilsa kerak, mana bu joy Chrome'ga kiramiz. Chrome deb aytaman men. Va mana bu joyga kirib turib, mana yozasizlar. Craft World deb qidirasizlar va mana bu birinchi tayinni bosmaysizlarda o'tkazasizlarda mana hozir ko'rsataman. Mana bunisini yuklab olasizlar. Mana bunisini yuklab olasizlar. Boshqalarini yuklasanglar uncha o'xshamaydi, mana boshqalarini. Shuni bosasizlar ustiga. Batdan keyin bayda chiqmaydi menimcha, hammaga ham. Pastga tushirasizlar-da mana. To'g'ri. To'xta, menga adrever deyapti, chunki men yuklaganimda. Shuning uchun men hozir. Bo'ldi do'stlar, chiqib qoldi. Undan keyin mana bu emas ekan, bundan chiqib turib mana buni yuklaydi. Adashib ketdim. Mana bunisini. Shunisini yuklaylar, boshqa pastidan yuklamanglar. Adashib ketdim men ham. Kirasizlar. Va mana bu tugmani bosasizlar. Ko'rsatib turibman, mana shu tugmani bosasizlar. Va sizlarga mana bu tepada hozir chiqish kerak. Yo'q, to'xta. Keyin pastga tushirib turib, pastga tushirasizlar va mana buni bosasizlar. Mana bosamiz va hozir mana buni bosasizlar keyin. Sizlarda ham chiqishi mumkin. Mana shu bu yerdan mana buni kutasizlar, yuklanayotganda. Ular kutasizlar. Mana mening ilovalarim. Xullas yuklandi. Yuklangandan keyin mana qani. Xullas ko'rmayapsizlar hozir. Undan keyin yuklangandan keyin shu Craft World ni bosamiz ustiga va kutasizlar. Va mana bu o'rnatish tugmasini bosasizlar. O'rnatish tugmasi mana yerda bo'ladi. Boshqalarga boshqa joyda o'rnatilmoqda deyapti. Va bu narsa o'rnatiladi. Hozir o'rnatildi deyapti mana. Shundan keyin tayyor tugmasini ochishni bosmaysizlar. Tayyor bosib chiqasizlar va sizlarda mana paydo bo'ladi-da, xullas mana paydo bo'ldi. Wow deysizlar. Mana menga kirishda o'rgatganman. Kirib mazza qilib Minecraftdan baho berasizlar. O'ynaysizlar, serverlarga kirasizlar. Bu yerlardan skin o'rnatishni o'rgatganman men. Hattoki xullas xullas bugungi video qisqaroq bo'ldi sal. Deyishim kerak, chunki rostdan qisqaroq bo'ldi. Hammaga xayr. Bugungi video shundan iborat edi. Keyingi videolargacha ko'rishguncha xayr do'stlar.